Dada, çöçek anlayma, Mon çöçek etip Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, Dilala çöçeklerini koyup beray ya. Dilala Ündidar salondagi barliq o'maq do'stlar, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Jungo hayvonot cho'chaklaridan elingan Mo'g'ullarning takabbur aqu degan cho'chagini anglaylik ha. Burun bir qama bilan bir aqu bir daryoda yashaydi ekan. Ular garchi qo'shni bo'lsa-mu, ammo aqu nihoyatda takabbur ekan. U doim o'zining chiroylikligi, ko'rish quvvatining kuchlikligi, intayin yiroqdagi narsalarni aniq ko'ra oladiganligi bilan maqtanar ekan. U qamaga o'xshash ko'zi kichik ham yiroqni ko'ra olmaydigan narsani o'zining do'sti bo'lishga munosib emas deb qaraydi ekan. Bir kuni amgakchan qama daryo bo'yida amgak qilib, daraxtlarni yiqitib, yangidan makon tuzashga hozirlanibdi. Aqu suvda erkin o'zib, qamining qishig'i kapdi. Qama aquning o'z yeniga kelganligini ko'rib, darhol yog'ochlarni yerga qo'yib, ishni to'xtatib, aqudan tinchlik so'rabdi. "Yo'qshimisiz, aqu aka?" "Ey, sen kensan-ku, men amni ko'ratamsan. Rost qarg'u kensan." Tapdon hakavir aqu beshini sal ballangshitib turib. "Sening bu ko'zing oxir jiningga zamon bo'ldi-ku. Ovchilar quruq qo'l bilan seni tutib oldi-da, tirikli tog'arga soldi." "Sening ko'rish quvvating haqiqatan meninkidan kuchli. Yiroqni ko'ra olaysan. Bu shak shubhasiz." Tapdon qama. "Biroq, sen o'nglab boqa, oldi tarafdagi ikkinchi qo'ltiqda daryo suyining qirg'oq urilib chalaqlayotgan ovozi bormi, yo'q?" "Yo'q, hech qanday tevish yo'q. Suvning chalaqliga ovozi tugul, hatto daryo bo'yidagi daraxtdimi hech qanday tevish yo'q." Tapdon aqu ko'zlarini yo'g'an ejib, birdan quloq solgandan keyin "Sen tomshab boqa, ovu tarafda suvning chalaqligan ovoz bormi, yo'q?" "Qaysi tarafda?" "Birinchi qo'ltiq tarafda." "Yo'q, faqat yo'q. Suvning chalaqligan ovoz tugul, daraxtdimi hech qanday tevish yo'q." "Sen yana o'ptoroq o'nglab boqa." Tapdon qama qayta samiga selib. "Mushu yaqin atrofda suvning chalaqligan ovozi bormi, yo'q?" "Qayerda deysan?" "Birinchi qo'ltiqning bu tarafida." "Yo'q, hech qanday nima yo'q. Sen qasddan yolg'on so'zlab odamni ahmoq qilyapsan. Sening ko'zing sana qandoq muhim bo'lsa, mening quloqim menga shundoq muhim." Tapdon qama. "Xayr, xo'sh aqu aka." U shundoq deb bo'libla, so'ning ostiga kirib ketibdi. Sen qarg'u." Aqu qayil bo'lmay ko'nglida. "Butunlay og'ziga kelganni joylaganlik. Mening ko'zim borliq yuz beradigan ishlarni ko'ra oladigan tursa, sening eski qulqingni mening ko'zim bilan qandoqmi selishtirg'ili bo'lsin? Haqiqatda mundaqmi gap bo'lamdi?" deb o'ylabdi. Aqu o'ylagan siri takabburlashib, oppoq bo'yinlarini texim so'zishga boshlabdi. U xushalligidan o'zini unutib, atrofga ko'z tashlayotgan vaqtda salga o'ltirib kelgan bir ovchi allaqachon miltiq bilan aquni nishonlab bo'lgan ekan. Hakavur aqu uchib ketishga ulgurolmay, tang qilgan o'q ovoz bilan tang qimirlayolmay qoldi. Do'stlar, aquning hakavurligi, takabburligi jiniga zomin bo'ldi ha? Biz aquning hakavurligi, takabburligidan ibrat ilib, kamtar, kichik beyil, qanoatchan mollardan bo'laylik ha? Chunki hakavur, takabbur bolalarni hech kim yoqtirmaydi. Kichik beyil, kamtar bolalar mangu boshqalarning yaxshi ko'rishiga, hurmatiga erisha oladi. Bu gapimni esinglarda ching tutinglar ha? Undaqda oxirda Dilala hadanglarga agishib, tuandagi bolalar qo'shqini o'rganinglarchi.
Balalar qo'shqi bir talpay. Bir talpay laylay, egiz uchay paslay. Shamol baq hay hay, eydidu allay. Bir talpay, egizga o'rlay, kang jahonni ko'ray. Balalar kelinglar, mening adash etinglar, alqanlarga tushay. Herib ketdim, oh voy. Omoqlarim, yana bir qitim tayyorlab beray ya. Bir talpay laylay, egiz uchay paslay, shamol baq hay hay, eydidu allay. Bir talpay, egizga o'rlay, kang jahonni ko'ray. Balalar kelinglar, mening adash etinglar, alqanlarga tushay. Herib ketdim, oh voy. Omoqlarim kash bo'p ketibdi. Amiz bugun boldir uxlanglar, ha? Atim shu vaqtda Dillalla ingidar salonida ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga amra bo'lsin.